Bugungi yaxshilik qilish temasiga qarata Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo sura Maidaning 2-oyatida bunda umumyuzlik, bunda bizga muayyan shaklda belgilanmasa, umumyuzlik shaklda va ta'awanu alal birri vat taqvo degan shaklda bizga xitob qildi. Buyurdi bizni, ya'ni yaxshiliklarga yordam beringlar, hamkorlashinglar, o'zaro ya'ni yaxshilik qilishinglar va taqvolikqa yordam beringlar. Mishada yaxshilik ve takvalık iki söz var ma ayette. O'xshash bir buyruq aslida keldi bu. Yordam beringlar, takvalık ve yaxshilikda hamkorlashinglar dedi. Takvalık degan nima, yaxshilik degan nima desa, bizning yuqorqi darsimizdan tushunganimiz yaxshilik dunyodagi yaxshilik bo'ladi. Dünyadaki insanın fayda menfaati, takvalık ahiretki münasebetlik yaxshilik oldu. Yani ahiretki fayda menfaati oldu. Yani bu ayetinin hükmü boyunca ben dünyalık işlerdimi yaxshilik qilib boshqalarga hamkorlashim, yordam qilishim kerak ve ahiretlik menfaatiga münasebetlik ishlardimi onunla hamkorlashib, onunla yaxshilik qilishim kerak. Yaxshilik qilishim kerak. Yani mesela deydi bir insan bir pul topadigan ishdan birini boshladi. Bizning tunishdigan bir urug' tuqqandan gapini qilib qoldik. Urug' tuqqanning masalasini biz bayadin degandek bo'ladi. Urug' tuqqandan halqib, hatto Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo kofirning gapini qilib turib, hatto sizlar bilan dinda urushmagan. Sura Mumtahinaning 8-oyatiga qarasak bo'ladi. Ya'ni dinda sizlarga qarshi chiqmagan, yurtingizdan qo'g'lab chiqarmaganlarga yaxshilik qilishdan Alloh to'sma. Kofirning gapi ma'vu. Kofirning gapi. Shu atrofimizdagi har qanday bir inson bir yaxshilikdan birini boshladi. Dunyolik ishdan birini boshladi deyli. Masalan, bir do'kondan birini ochmoqchi yoki zavoddan birini mang'dirmoqchi. Bizning maqdurimiz bor. Vaqtlik qarz berib tura olmaymiz. Masalan, yoki uning ishlarini dastlabda ijroatlarini qilishga, rasmiyatlarini bajarishga biz ancha-muncha ishlarning yo'lini epini bilamiz, yordam beramiz. Masalan, oxirini o'ylab boqaylik mush ishning, u mushu yo'l orqali haloldan iqtisod topsa, to'y qilsa, bolalarini go'zal o'rinlarda tarbiyalasa masalan, buning hammasi kelgusidagi bir islomiy jamiyat bo'lishning asosi bu amaliyotda. Yani ben bir qarindishimga yordam qilgan vaqtimda, tuqqanlarimga yordam qilgan vaqtimda, atrofimdagi kim bo'lsa, o'xshamagan shaklda mushu bir dunyolik uchun yordam qilgan vaqtimda, mushuning o'zi oyatning tahdidiki birning, ya'ni yaxshilikning tahdidiki. Bu yaxshi amal bo'ldi. Endi yana bir tarafi nima? Va taqvo. Taqvolik degani biz oxiratlik foyda. U agar uning ehtiyoji bo'lib qolsa, tabiiyki uningga abayatdan yordam qilishim kerak. Uni masjidga billa olib borma, masalan. Uni diniy so'rovlarga olib borma, diniy ta'lim, tarbiya ishlarida uningga yordamlashima, masalan. Dadisi o'lib ketgan oilaning ahvoliga ko'nglim, tabiiyki dadisi o'lib ketgan oila degan yordamga eng ehtiyojli. Mayli moddiy yordam bo'lsin yoki uni bir yetaklash, maslahat berish, ash yetim dadisi yo'q bolalarning tarbiyalanishi, Muşlarning hammasi oyatda tilg'ilingan yaxshilik va taqvolikning tahtiga kiradigan ishlarning hammasi. Afsus, zamonimizda bu ishlar bizning ko'zimizdan qochyapti. Iniq bir ish kallamizda bo'lsinki, qayt askartay, insonning Allohning nazridagi hajmi, Allohning nazridagi martabasi qilgan yaxshi ishlarga qarab bo'ladi. Bu yaxshi ishlar diniy ishlarlar emas, dunyolik va din oxiratlik ikkala ish oyatda tilg'ilingan bir va taqvoning mafhumining tahtiga kiradi.